Assalomu alaykum. Febl kompaniyasining yuz parvarishi uchun ishlatiladigan mahsulotlardan biri bu Okeanim seriyasidan patishlar. Bu patishni o'zim uchun xarid qildim. Bu patish ko'z atrofi terisini yoshartirish uchun mo'ljallangan. Ko'z atrofi terisini yorqinlashtiradi, silliqlaydi, maksimal darajada namlantirish xususiyatiga ega. Eng asosiysi ko'z atrofida terisini ajinlarini tekislab yoshartiradi. O'zim uchun xarid qildim. Okeanim seriyasining yaratilishida o'ziga xos bir tarixga ega. Dengiz tubida bir mollyuska yashar ekan. Bu mollyuskalar 100 yil umr kechirishar ekan. Olimlar, professorlar buni sababini topishibdi. Mollyuskalar suv tubidagi vodorosley nomli suv o'ti bilan oziqlanishar ekan. Suv o'ti hujayrani yoshartirish xususiyatiga ega ekan. Shu uchun ham bu vodorosley suv o'tisidan yig'ib olib laboratoriyada Okeanim seriyasi yaratildi. Okeanim seriyasi shu uchun ham yuz hujayralarini yoshartirish xususiyatiga ega. Ya'ni yoshartirib, hujayralarni umrini uzaytirish xususiyatiga ega ekan. Bitta qari hujayra bor qismda yonidagi yosh hujayrani ham yashash muddatini tugatishga, qari bo'lishga, ya'ni kollagen, gialuronkasini kamayib ketishiga sabab bo'lar ekan qari hujayra. Mana shu Okeanim seriyasi esa mana shu yosh hujayralarni umrini uzaytirib, yoshlik eliksiri hisoblanar ekan. Shu uchun ham bu mahsulotni ko'z atrofiga ishlatganda ko'z atrofi terisi yorqinlashadi, ajinlari tekislanadi. Okeanim seriyasini patishlardan tashqari spreylari ham bor. Bu spreylari yuz, tana va soch uchun sepiladi, maksimal darajada namlantirish xususiyatiga ega. Ikkalasini ham o'zim uchun xarid qildim.